11 savol. Odam alayhissalom man etilgan mevani yeganlari uchun jannatdan quvilganliklari ma'lumdir. Meni qiziqtirgan narsa shuki, o'sha mevani iste'mol qilmaslikni muhimligi nimada edi? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Odam ato va momo Havoni jannatga kiritib, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Unda nimani xohlasalaringiz yenglar, osh bo'lsin va mana bu daraxtga yaqin kelmanglar deb man qilishi muhim bir ma'noni kasb etgan. Ya'ni odam uchun bu dunyoda izn berilgan narsalar juda ko'p. Lekin shularning ichida ba'zi bir man qilingan narsa ham bor. Odam ato kirgan mazkur jannatda hamma mevalarni yeyish mumkin-u, ammo birgina daraxtning mevasini yeyish mumkin emas. Bu man qilish, nahiy qilish, qaytarish ma'nosidagi hukm edi. Bu muhim bir hukm bo'lib, insonning irodasini sinash, Alloh taoloning qaytargan narsasidan qaytish malakasini orttirish uchun Alloh taolo tarafidan joriy qilingandir. Hamma narsaga ruxsat bo'laversa va hamma narsa qil degan ma'nodagi buyruqqa asosan bo'lsa, bir taraflama bo'lib qoladi. Balki qilma degan nahiy, qaytariqqa ham ko'nish, nafsni jilovlash, nafsi ishtaha otib turgan narsadan Alloh taoloning qayt degan qaytarig'ini esga olib qaytish inson uchun juda muhim bir narsadir. Ana shuning muhimligi Alloh taolo tarafidan qilingan bir sinov ekanligini, bu odam ato uchun ham, u zotning zurriyotlari bo'lgan siz bilan biz bandalarga ham muhim ekanligini, hamda Alloh taolo ruxsat bergan narsalar bilan birgalikda man qilingan narsalardan ham o'zimizni tiyib turish zarurati bor ekanligini tushunib, idrok etishimiz lozim. Vallohu a'lam.